2015-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 3'imizni eldilar 4 bo'lgandan, yana ECD bo'lganidan syomka etib beraman. Mashinamiz 2015-yil, kraskalari rodnoy, metalllar qo'yilgan mashina, chiroyli diskalar, keyin ichlarida rullar, ramstar stoplar, shunday narsalar ham qo'yilgan ekan. Mashinamiz kraskasi yo'q, 100% top-toza mashinamiz yana. Akkuratniy holatda, arkada metani bor. İçlerine bir e'tibor etinglar jo'ralar. Shim çok holatda ekan bu yana. Sizlar ham hali o'pishim yaxshi holatda turibdi. İçleri sal bulaşib yotgan ekan, to'g'ri kepsilar reklama etib berib turibmiz. Yo'lmin turibdi mashina. Shuni holatda do'stlar. Mashina kraskasi yo'q, kraskasini aytdim. Probegi 151 ming kilometr turibdi. Yana do'stlar, sidinalar yaxshi holatda. O'zi akkuratniy turibdi. Do'stlar. 20 diskalar qo'yilgan chiroyli, 50 diskalardan. Mashinamizni rasxoti yo'q umuman, metan qo'yilgan. Hamma narsa soz holatda ishlab turibdi mashinamizni. O'zimiz tekshirib, kraskalarini ham 100% tekshirib oldik. Kilometr necha? 100% mashinadan menga javob do'stlar. Buni ma'qul kelsa, kelib ustalarimiz bilan yana bir bor tekshirib olishingiz mumkin. Rasxot yo'q mashinada. Eldilar ECD bo'lgan, metan qo'yilgan, orqadan to'ypoy ham minishingiz mumkin buni. Turishini qaranglar. Tassangiz zo'r holatda. Buni pulini keladigan pulini 157 million so'm etib qo'yamiz. Ozgina o'tadigan yeri bor ustida. 2015-yil, e'tibor etinglar. 2015-yil bugun bozorni ham ko'rdik. 13-yildan 60 aytib turganlar bor ekan. Bu 2015-yil, kraskasi toza, metan ham qo'yilgan. Sas holatda eldilari ECD bo'lgan, 157 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, telefonlar pastda bo'ladi.